Shavkat, qalaysan? Bormisan o'rtoq? Ko'rinmaysan? O'rtoq, yaxshimisan? Tuzukmisan? Qalaysan o'zing? Ha o'rtoq, yuribman sekin-sekin. Nima ishla qolsan? Ha, yuribman, xudo xolisi yaqinda to'yim. Seni ko'rganim yaxshi bo'ldi. O'zi bugun hamma sinfdoshlarga taklifnoma bermoqchi edim. O'rtoq, tabriklayman, baxtli bo'lgan. O'rtoq, mana bu taklifnoma senga, uydagilar bilan o'tgan. Bo'ldi Shavkat, bilasan-ku har doim yoningdamiz-ku. Ha, bo'ldi o'rtoq, xudo xolisi hammanglarni kutaman. Aytgancha kecha ko'rib qoldim, bitta qiz bilan yurgan ekansizlar. Ha o'rtoq, ana o'sha qizdek kelin bola. O'rtoq, u qiz o'zi yaxshilab surishtirdingmi? Ha, o'y. 1 yildan beri gaplashaman-ku Jamol. O'rtoq, sen meni yaqinimsan. U qizning rasmlari Telegram gruppalarda tarqalayotibdi o'rtoq. Tushunmadim. Qanaqa rasm? Qanaqa gruppani gapiryapsan sen? Shavkat, mana o'sha qiz rasmlari. O'rtoq, shu qizdan uzoqroq yur. Hali ham kechamas-ku. Gruzok.net super portal. Avaylab asraganim, farishta bilganim, senga ishongandim. Nimalar qilib qo'yding? Nima desang xo'p dedim. Ko'nglingga qaradim, hech shubhalanmadim. Nimalar qilib qo'yding? Kechalar kim bilan, qayerlarda sen yurding? Nega nomusing buzding? Nimalar qilib qo'yding? Shuncha payt sevib nahot, hech nima sezmadim. Baxtimiz etib barbod, nimalar qilib qo'yding? Qanday yetdi jur'ating, yo'qotib sen hurmating. Hamma qo'llarda bugun aylanmoqda surating. Qanday yetdi jur'ating, yo'qotib sen iffating. Hamma qo'llarda bugun xor bo'lmoqda surating. O'zingga sen o'rgatib, uydaman deb ishontirib, yuzim yerga qaratib, nimalar qilib qo'yding? Bilarding hatto o'zim qo'lingdan ushlamasdim. Farishta qora ko'zim, nimalar qilib qo'yding? To'yimiz yaqin edi, hammasi ayon edi. Dedilar bola edi, nimalar qilib qo'yding? Aylanib keldi menga sening har xil surating. Egningda kiyiming yo'q, nimalar qilib qo'yding? Qanday yetdi jur'ating, yo'qotib